Oldin bunaqasini ko'rmagan edim. Buxoroliklardan yangicha innovatsiya. Mana shu tovuq fabrikasi 30 mingdan ortiq tovuq bor bu yerda. Sovutish uchun shunaqa tabiiy innovatsiya qilishibdi. Ya'ni bu karton 5 yil bo'lib qo'yilganiga. Oralarida suv yuradi, nam bo'lgandan keyin shamol hamda ventilyator urgan hisobiga nam havoda, sovuq havoda tovuqxonaning ichiga kirgizib, tabiiy yo'l bilan mana shu tovuqxonani sovutishar ekan. Bu tomonlarda ham bor, bu tomonida ham bor. Zo'r tomoni, aynan tovuq uchun zo'r tomoni. Bilasizlar, birovlar hid yomonroq bo'ladi, havo almashtirish kerak. Konteyner bo'lsa, faqat bitta havoda sovutib bera oladi. Endi bu bo'ladigan bo'lsa, ham havoda almashtirib beradi, ham sovutib beradi. Birovlar uchun dengizda havosini olib kelib berar ekanda, qoyil. Yembirovda tovuqxonalardan biri. Bu yerga mana shu boshqaruv pulti 18 metrga 98 metr. Bu yerga 30 mingtadan ortiq jo'ja sig'ar ekan va 90% sun'iy intellekt yordam, ya'ni bu yerda asosiy miyaga hamma yo'l kirgiziladi. Kelganda jo'jani sonini yozib qoldirishar ekan, bo'ldi. Pastda 90% o'zi boqib katta qilib berar ekan. Suvni bu yerda gradusda o'zi belgilaydi ekan boshqaruv miya. Faqat jo'jada yo'qotish bo'lganda, o'lim bo'lib qolganda, o'limdagi jo'jalarni terib qo'yishar ekan, xolos bo'ldi. O'zi boqib katta qilib berar ekan. Va bu yerda asosiy sistemani qaranglar. Tashqaridan o'sha gofra kartonlarda tepasidan suv tomib turadi. O'sha suv tomib turgandan keyin nam bo'ladi. Nam bu yerdan havoni, nari tomonda ventilyatorlar bor. Ventilyatorlar so'radi va bu yerdagi jo'jalarga tabiiy dengizda havosiga o'xshagan namlikda bir yoqimli havo qilib berishadi. Ya'ni jo'jalar maza qilib nafas olib, salqin qilib beradi. Bu yemlar ishlab chiqaradi. O'zimizning Buxoroda ham zavodi bor. Zavodlar ko'p va O'zbekiston bo'ylab xohlagan nuqtasiga bepul dostavka qilib beradi. Yembirovga telefon qilasiz, yemni zakaz qilasiz, manzilingizga bepul dostavka qilib berishadi.